Parij, 1832-yil, mart oyi. Shahar dahshat ichida. Odamlar ko'chada ketayotib, xuddi poyezd yo'lovchisi to'satdan yiqilgandek yerga qulab o'lardi. Bu sil kasalligining fojiali yo'tali emas edi, yoki bezgak kasalligi ham emas. Tasavvur qiling, bemorning yuzi bir necha soat ichida suvsizlanib bujmayib qoladi. Ko'z yosh kanallari quriydi. Qon shu darajada quyuqlashadiki, tomirlarda oqmay qoladi. Kislorod yetishmovchiligidan mushaklar yertilgandek bo'lib tortishadi. Eng yomoni nima bilasizmi? Bularning barchasi bemor to'liq hushida bo'lganida sodir bo'ladi. Bu xolera, ya'ni vabo edi. 19-asrning eng kamsituvchi va eng xavfli kasalligi. U qirolni ham, dehqonni ham ayamadi. Xo'sh, bu balo qayerdan kelgandi va nima uchun o'sha paytdagi shifokorlar millionlab odamlarni saqlab qolish imkonini qo'ldan boy berishdi? Bugun oddiy qiziquvchi ko'zi bilan tarixning shu qora sahifasini ochamiz. Keling, bu qotilning biologiyasiga qaraymiz. Uning ismi Vibrio cholerae, ya'ni xolera vibrioni. Lekin qizig'i shundaki, bu bakteriya aslida odamni o'ldirish uchun yaralmagan. Uning asl uyi okeanda edi. Okeanlarda eshak oyoqli qisqichbaqalar degan mayda jonzotlar yashaydi. Ular juda kichkina, bor yo'g'i 1 millimetr, lekin soni milliardlab. Xolera vibrioni mana shu qisqichbaqalarning ichida yashab, tabiat uchun juda foydali ish qiladi. Okeandagi chiqindilarni parchalaydi. Agar ular bo'lmasa, okean o'lik qobiqlarga to'lib ketardi. Hammasi Hindistonning Sundarban hududida boshlandi. Ingliz mustamlakachilari bu yerlarga kelib tabiatni o'zgartirib yuborishdi. Botqoqliklar o'zlashtirildi. Odamlar shur suvli daryolarda yashay boshlashdi. Tasavvur qiling, mahalliy baliqchi yuzini shur suvda yuvadi yoki dehqon o'sha suvdan ichadi. Suvda esa milliardlab qisqichbaqalar va ularning ichidagi vibrionlar bor. Shu tariqa bakteriya yangi uy topdi, ya'ni inson organizmini. Vibrion aqlli edi. U bizning ichimizda yashab qolish uchun dahshatli taktikani o'ylab topdi. Toksin ishlab chiqarish. Bu toksin organizmni bor suvni tashqariga chiqarib yuborishga majbur qiladi. Nega? Chunki kuchli diareya orqali vibrion o'z raqobatchilarini yuvib tashlaydi va o'zi ko'payib oladi. Endi eng alamli qismiga keldik. 19-asrda odamlar nima uchun pashshadek qirilib ketdi? Sababi o'sha davr tibbiyotidagi kibr va xato nazariyalar. O'sha paytda shifokorlar miasma nazariyasiga ishonishardi. Ya'ni kasallik yomon hid va havodan yuqadi deb o'ylashgan. Hech kim bakteriyalarga ishonmasdi. Bemorning to'shagi, kiyimlari o'sha suyuqlikqa botib yotgan bo'lsa ham shifokorlar bu hiddan zaharlanish deyishardi. Eng dahshatlisi davo bor edi. William Stephens ismli oddiy shifokor 1832-yilda qamoqxonadagi mahbuslarga oddiy tuzli suv ichirib, ularni o'limdan saqlab qolgandi. Uning usuli bilan o'lim ko'rsatkichi bor yo'g'i 4% bo'lgan. Boshqalarda esa bu ko'rsatkich 50-60% edi. Lekin katta professorlar uni masxara qilishdi. Odamni bodring kabi tuzlash bema'nilik deb. Uning natijalari rad etildi. Agar o'shanda ular kibrni yig'ishtirib oddiy tuzli suvni qabul qilganda, millionlab odamlar tirik qolgan bo'lardi. Faqat yillar o'tib Jon Snow ismli olim xolera suvdan yuqishini isbotlagandan keyingina dunyo o'zgardi. Kanalizatsiya tizimlari qurildi, toza suv qadrlandi. Bugun xolera hali ham bor. Masalan, 2010-yilda Gaitida minglab odamlarni hayotdan olib ketdi. Lekin biz endi uning davosini bilamiz. Oddiy toza suv, tuz va gigiyena bu eng kuchli qurol. Tarix bizga shuni o'rgatdiki, ba'zan eng murakkab muammolarning yechimi oddiy haqiqatda yashiringan bo'ladi. Faqat unga ishonish kerak. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda qaysi kasallik tarixini o'rganishimizni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring va albatta salomat bo'ling.